Bir donishmand olam go'zalligiga qarab mahliyo bo'lib shukronalik aytib ketayotsa, qarshisidan hayotdan xafa, qaddi bukilgan bir inson kelayotgan ekan. Donishmand hayratlanib uni to'xtatibdi-da, savol beribdi. Nega buncha g'amginsan, birodar? Haligi inson, nima qilay, butun hayot tashvishi meni zimmamda. Bolalarim va nabiralarim baxtli bo'lishi uchun harakat qilyapman. Mening otam ham bizni baxtli bo'lishimiz uchun tinmay mehnat qilgan. Mening bobom otamning baxtli bo'lishi uchun mashaqqat chekkan. Uning otasi ham, uning bobosi ham xuddi shunday harakat qilishgan. Shunda donishmand o'zi oilangda kimdir baxtli bo'lganmi deb so'rabdi. Haligi odam yo'q deb javob beribdi. Lekin men nabiralarim va bolalarim baxtli bo'lishi uchun harakat qilyapman dedi. Shunda donishmand esingdan chiqarma. Savodsiz odam savodli bo'lishni o'rgata olmaydi. Ko'r sichqon burgutni tarbiyalay olmaydi. O'zing baxtli emas ekansan, bolalaring ham baxtni his qilmaydi. Agar ularni chinakamiga baxtli bo'lishini xohlasang, avval o'zing baxtli bo'lishni o'rgan.